qalampirni qo'lga berib bo'lmaydi deyishlik ahmoqlik, bu bid'at. Shipirgini tika qilib bo'lmaydi deyishlik bu ahmoqlik, bu bid'at. Shipirga tegib ketsa falokat bo'ladi, bir joyini chicha cho'pini sindirib olib tashlashlik bu ahmoqlik, bu bid'at. Kech payt shipiri bo'lmaydi deyishlik bu bid'at. Shipirsa bo'laveradi. Tahajjudda ham shipirsa bo'laveradi. Shanba kuni pul berib bo'lmaydi deyishlik bu bid'at, bu ahmoqlik bu. Oldidan mishiq o'tib ketsa orqaga qaytib mish yurib olish kerak. Bu o'sha mishiq miyga odamlar shunaqa qiladi buni. Unaqa qilib bo'lmaydi. Bu ham bid'at. Keyin yo'lga chiqqan odam uyda narsasi esdan chiqib bo'lsa, qaytib uyga qaytib bo'lmasmish. Nimaga desa bo'ldi, ishi yurmas ekan o'sha kuni. Bu ham bid'at, bu ham ahmoqlik. Xo'p. Dasturxonda pichoq turganda duo qilib bo'lmaydi deyishlik deb o'ylaydi-da. Dinni bilmagan odam ham zo'r fizika ham aytadi-da, faniga isbotlar qildi, moslaydi-yu. Bu pichoq, bu duo nima